Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sankt Peterburgda yurgan aziz vatandoshlar, manzarani qaranglar. Bu yerga kelganlar bor, kelmaganlar bor. Manzarani ko'ringlar. Arzimasam bittadan like bosib qo'yinglar. Havo juda salqin. O'sha mashhur ko'prik yarim kechasi ochilib yopiladigan ko'prik o'sha mashhur. Bu yerda esa FMS dokumentdan chiqib sizlarga ozgina bo'lsa video qilishga qaror qildik. Kimgadir qiziq, kimgadir qiziq emas. Ozgina bo'ladi. Nari tomonda lotkalar turibdi. Hozir ashlar tomonga borib ham qisqacha video davom ettiramiz. Qadrli obunachilar, lotkalar oldiga ham keldik. Afsuski bular hozir ishlamayapti ekan. Ishlaganda buni ham ko'rsatardik. Mana shu manzara. Bu videoda Sankt Peterburgda yurgan qadrdonlarga chap qilamiz. Ular biladi bu joyda qanday yaxshiligini. Hammalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosib, gruppalarga podpisa qilib, obuna bo'lib qolinglar degan intamiz. Arzimasa ham